Bu mashinani biz 30 ming dollar sotganmiz. Hozirgi kunda shu mashinaga ham 4 ming dollar chegirma berganmiz. Mashinamizga chegirma berganmiz. Buni stinalarni ko'ring. Qaranglar. Hozir bu mashinamizga ham chegirma bor. Bunga ham chegirma qildi. Bunga ham chegirma. Bo'lishi mumkin emas. Nasiya savdoga ham qilishsa bo'ladi. Bo'lib to'lish. Bo'lib to'lashga ham qilinsa bo'ladi. Qancha beramiz? Yarmini 1,5 yilda bo'lib beradi. O'zini 25 ming o'zini, ya'ni bo'lib berayotgan pulingiz ham ko'payib ketmaydi. Shu 25 ming bo'ladi. O'sha summa turadi. O'sha summa bo'ladi. Ko'pchilik bilmaydi, 25 ga 25 bilan 25 ga 26 da rulida ozgina farqi bo'ladi. O'zgarish bo'lgan. Da, rulida ozgincha farqi bor. Eshitishim bo'yicha bu mashinaga ham skidka bor. Bu mashinamizda yana skidka bor. Bu mashinamizdan 22 ming dollar sotganmiz. Bu mashinaga ham hozirgi kunda 4 ming dollar skidka berganmiz. 18 ming dollar. Wow. Aka, tabriklaymiz. Yaxshi kunlaringiz meni. Yetmaganiga mana shu Latatrondan bitta aylantirib yuborasiz aka. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta aylantiramiz. Xo'p. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Ochamiz. Qani nimamiz chiqdi xudo xolisa. Hoppa. Avtomobil uchun polik. Obunachilar China Motorsda yaxshi yangilik qilishibdi. Shu China Motorsga kelib, Jack GS6 yoki G7 olsanglar, yangisini shuni sotib olasizlar. Sizlarga Latatrondan bitta tortish imkoniyati bo'ladi. Tortsanglar, chiqqan sovg'ani qo'shib berishar ekan. Zo'r yangilik qilishibdi. Undan yetmaganida mana mashinaga yana 15 million so'm chegirma ham qilib yuborishibdi. O'rtoqlar, Qurbon hayiti munosabati bilan sizlarga yaxshi chegirmalarni qilib berishyapti ekan. Qarang, endi bu chegirma yaxshi, gap bo'lishi mumkin emas. Xursand qildingiz. Lekin endi faqat ikkita model emas-da. Mana mashinadan qolgan mashinalar olganlarga ham bitta sovg'a qilmasak bo'lmaydi, to'g'risi. Aka, mayli, sizni kanalingiz nomidan kelishganligi, mana shu bizning China Motorsdan nima yengil mashina xarid qilishsa, mana shu Latatron orqali qimmatbaho sovg'alarimizdan bittasini yutib olishsin. Mana misol uchun bor bizda televizor, mikrovolnovka, kuller, shunga o'xshagan sovg'alarimiz bor. Hozir mashinadagi sovg'alardan любой mashinada bor. Hammasi bor. Chiqadi, ha? Ham maishiy texnikalarimiz bor, ham avtomobil uchun kerak bo'ladigan texnikalar ham bor. Sizni kanalingiz nomidan kelsin, bizdan hamma faqat lehkovoy avtomobillarni xarid qilsin, Latatron orqali sovg'alarni yutib olishsin. Latatrondan tortasizlar, chiqqan sovg'ani o'zingizlar bilan olib ketasizlar, o'rtoqlar. Endi to'g'risi 4 ta mashinaga 5-mashina sal ortiqchalik qilsa kerak, sizlarga ko'rsatish uchun qildik. Egasiga nasib qilsin. Hozir China Motorsda har xil elektromobillar bor, benzinli mashinalar bor. Shularni sizlarga narx-navolarini ko'rsatamiz va bu yerda yaxshi chegirmalar bor. Sotib olish uslublari haqida ham ozgina ma'lumotlar beramiz. Nasrullo, endi nima deysiz? Mashinadan boshlayveramiz endi olgan mashinadan. Bo'laveradi. Xo'p, Jack GS6 modeli, bu crossover, 5 kishilik mashina. 5 kishilik mashina. Bunda qanaqa motor turibdi hozir? Hop, bunda 1.5 turbina motor turibdi. 174 ta ot kuchiga ega mashinamiz. Ancha-muncha kuchli mashina hisoblanadi. Bemalol propan uстановка qilinsa bo'ladi. Endi o'zi asli benzinda yuradi. O'zi asli benzinli mashina ham bunaqa ko'p katta emas. Yo'q, katta emas. 7,5 tadan 10 tagacha rasxod qiladi mashinamiz. 7,5 tadan 10 tagacha rasxod qiladi, lekin O'zbekistonda benzin sifatida jicha muammolar bo'lganligi sababli propanni darrov tiqishtiryaptilar, ukam. Chunki endi turbina motor bilasizlar, yomon benzinda ozgina muammo bo'lishi mumkin. Bitta interyerga baho beringlar, mana qaranglar, apshipkalarni, mana bitiraydilar. Juda chiroyli ishlangan. Jack kompaniyasi yaxshi mashinalarni ishlab chiqarishadi. Sidinalar 3 ta pamyati bor. Qaranglar, bellarini ishirib, kirgizib chiqarib. Sidinalarda abduflari bor, abograflari bor. Abdufam bor sidinalar. To'g'risi abdufini bilmasdim. Yana yetmaganiga mana xromli joylarni ko'ryapsizmi? Mana shu joylari yonadi bularni. Mana yonadi. Faqat muzika yonadigani bor. Gap bo'lishi. Jack bo'lgani bilan ko'pchilik bu Jack mashinasini yaxshi emas deb biladi. Tanilmagan edi, lekin mashina narxiga nima desa bo'ladi? Stoyt mashina. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin unisini bilmasdim, ayta yonishini, abdufini bilmasdim. Abduf nimaga kerak, o'rtoqlar? Tushunadiganlar juda ham tushunib olishdi hozir, lekin tushunmaydiganlar uchun bitta eslatib o'tib ketaman. Koja salon hozir modada bo'lgan. Indomarkalarda deyarli hammasi hozir kojada chiqyapti. Kojada yozgi kunida konditsioner ishlasa ham tellatib tashlaydi. Shunda tagidan aytan havo haydab sovutib beradi. Orqangizni tellatib kasal qilmaslikka yordam beradi, o'rtoqlar. Qarang.
Nasrullo, mana bu mashinani garantiyasi bor. Da, mashinamizga biz jakka rasmiy dilleri bo'lganimiz uchun 3 yil 100 ming kilometrga garantiya beramiz. 3 yil 100 ming garantiya beriladi. Qarang, hozir bu inomarkada endi bu. Da, inomarka. Bo'lsa ham, buni ehtiyot qismi qanaqa bo'ladi? Muammolar. Ehtiyot qismlaridan hech qanaqa muammo yo'q aka. Shu yerdan topsak bo'ladi. Bemalol topsak bo'ladi zapchastlarni. Qimmat emasmi? Yo'q. Mijozlarimizga chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bitta filtrini ham 50 dollarga oladigan qimmat emas. Unaqa narsa emas. O'rtoqlar, ikkinchi qatoriga ham bitta nazar solamiz mana. Panorama yuklari bilan yukxonasi ham bu 5 kishilik bo'lgandan keyin jicha kattaroq bo'ladi nisbatan. Qaranglar. Nima deyapti? Elektronli yukxona ochiladi va yopiladi. Bemalol propan sig'ib ketadi 90 talik. Propanni ancha kattasi sig'ar ekan o'rtoqlar. Joy ancha katta ekan. Uje bemalol sig'ib, mana bu polkasi ko'tarilmaydi, tekis turadi. Yukxonasida ham yuki ancha yaxshigina yuk sig'adi. Elektronli yopiladi. Buni narxi o'zi qancha edi-yu, qancha qilib Buni narxini o'zi 330 million edi. Bu narxi 330 million. Mayli endi mana shu Qurbon hayiti munosabati bilan 15 million so'm chegirmaga qo'yganmiz. Ya'ni 315 million so'm. 315 millionga shunday olib ketaveradi. Endi qanday Shunaqa. olish usullari, bir bo'lib to'lashmi, nasiya savdomi, lizingmi, shunaqa narsalarimiz ham bor. Bo'lib to'lashlarimizda qanaqa bo'ladi? Naqd yokida firma nomiga перечисление yokida leasing, avtolizing, avtokredit. Farqi yo'q. Xohlagan to'lov asosida ketish mumkin. Perchisleniyaga firmani nomiga olishadigan bo'lsa, 12% NDS puli qaytarib beriladi. Bu yutuqlari ham bor firma tomonidan olinadiganligi. 12% yana foydadasilar o'rtoqlar. Kamida bu 315 millionniki 40 millionga yaqin 40 millionga yaqin pul qaytariladi. Zo'r bo'pti lekin endi mana bu mashina juda ko'zga boshqacha tuyulyapti-da, lekin Dipal S07 S07 1200 kilometr yuradi. Bir bak benzin bilan 1200 kilometr yuradi. Agar mabodo bunga propan metan qo'yib olsa, vashya. O'zi 1200 kilometr aka. O'rtoqlar, buni juda ham yaxshi bilasizlar, gibrid. Bu mashinalar yumshoq va zamonaviy oxirgi modellar. Buni narxi qancha? Bu hozir poligon bo'lgan notarius varianti 30 ming. Hozir keladi. Bu besprabeg lekin. Besprabeg mashinamiz. Notarius orqali olinadi, lekin besprabeg. Besprabeg. Endi poligon muammo bo'lyapti, elektromobillarni. O'shani hisobiga o'sha bo'lib poligon qilib qo'yilgan. Tushunarli. Sizlarni foydanglar uchun 1 oy, 2 oy, 3 oy qilib o'chirib kutib o'tirmaysizlar. Kelasizlar, shunday notarius qilib nominglarga olib ketaverasizlar. Tayyor mashina, besprabeg. Shaharbob, Yandekslar uchun, probkalar uchun shunaqa qulayliklarga ega bo'ladigan mashina. Chang'an Ben Yestar. Bu mashinaning narxi qancha bo'lyapti? 13 ming dollar. 13 ming dollar. 300 kilometr tokda bosib o'tadi. Qarang, shuni uy sharoitida to'ldirsa qanchaga to'layapti? Uy sharoitida bo'ladigan bo'lsa 8 soat, 9 soatlar ichida zaryadkasi to'ladi. Endi summaga chiqsa, unaqa katta summa chiqmaydi. Yo'q, unaqa katta summa chiqmaydi. 50 mingga bormaydi. 50 mingga bormaydi. 30 bittalik bo'ladi yomkisi. 30 bittalik. 31 kilovatlik bo'ladi. 31 kilovatni o'zida sekin hisob yemaydi. 30 minglar atrofida uyda to'ldirsa. Uyda 30 ming emas, 15 ming atrofida, 15 mingga ham bormaydi. 15 mingga ham bormaydi. Haqiqatan ham 31 bo'ladigan bo'lsa. Endi ko'chada bo'lsa, o'sha siz aytganda qancha? 75 minglar, 75 ming, 80 minglar atrofida примерно shunaqalar bo'ladi. 300 kilometr yuradi. 300 kilometr yuradi. Mazdada. Probkalarda, tim bo'lib hozir shaharda mashina ko'paygan, hamma joy tirbandlik bo'lib yotibdi. Tirbandliklarda bemalol yuradi. Yandekschilarimiz maza qilishadi bu mashinada. Trotuarda ham ketaveradi. Trotuarda ham ketaveradi. Endi qarang. Jetor 70+. Bu full variantimi? Bu eng full varianti bo'ladi. Ya'ni Xitoy o'zini ichki bozori uchun ishlab chiqargan buni. Mana o'rtoqlar, qizil tangachasi bor orqasida. Mana bu yerda qizil tangachasi bor variantidan xohlovchilar uchun mana bu ham besprabeg yangi. Bu ham besprabeg yangi mashina. Kelasizlar, olib ketasizlar. Kelinadi, olib ketiladi. Bu mashinamizni 30 ming dollar sotganmiz. Hozirgi kunda shu mashinaga ham 4 ming dollar chegirma berganmiz. 26 mingga olib ketsa 26 mingga hozir olib ketsa bo'ladi bemalol. Naqqa 26 mingga qaranglar. Buni qulayliklarini sanab beraman. Obduf, abagriv, ko'ryapsizlarmi? O'rindiqlar elektronli. Oq salon ekan, lekin oq salonni yaxshi ko'radigan akalarimiz bormi? Panorama tom. Ko'ryapsizlarmi? Rullar, multirul.
funksiyalari juda ham ko'p. Yukxonasini ichkaridan ochib yopsa bo'ladi, yo'lsizlik yuradi, multirol, cruise control. Yo'q narsani o'zi yo'q, 7 kishilik mashina. 7 kishilik mashina. Bez probeg yangi. Bez probeg yangi. 26 ming. 26 ming dollarga. O'rtoqlar normalniy Buni aytib o'tib ketdik, bu 1.6 turbina. Buni 2 motorligi bor, 1.5 turbinaligi bor. Bu 1.6 turbina variantda bu. Bu yaxshigina suradi 1.6ligi. Sezaman, bilaman o'zim. Bu ham Jack GS6. Yana bitta qora varianti. Sizlarga mokriy variantini ko'rdik, qora variantini bitta ko'ringlarchi. Endi bu mashinani ko'ring. Mana bu mashina Xitoyga Cobalt. Xitoyning Cobalt. Eshitishim bo'yicha bu mashinaga ham skidka bor. Bu mashinamizga ham skidka bor. Bu mashinamizdan 22 ming dollar sotganmiz. Bu mashinaga ham hozirgi kunda 4 ming dollar skidka berganmiz. 18 ming dollar. Wow. Mashina elektrda 400 kilometr yuradi. Elektromobil o'rtoqlar tokda bitta zaryad bilan 400 kilometr yurib berishi mumkin. Mana bu yerda ma'lumotlari bor. Ko'ryapsizlar, 180 km/soat maksimal tezligi, 67 kilovat batareykasi. Qarang, endi buni garantiyasi qanaqa bo'ladi? Bu mashinamizga 2 yilga 50 ming kilometrga garantiya beramiz barcha elektromobillarimizga. Jack'niki 3 yil 100 ming. Jeturga qancha garantiya? Jeturga 1 yil 20 mingga beramiz. 1 yil 20 ming garantiya beriladi. 18 ming dollarga, lekin shikolat o'rtoqlar 22 ming sotilgan mashinani 18 mingga olishinglar mumkin. Ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar, sizlarga yana ham batafsil ma'lumot berishadi. Mashinani tozasi-yu. Mana BYD-larning ichida BYD-larni nima derdi? Bizga o'xshagan yoshlarni bu mashina ajali desak ham bo'ladi. Sportivniy mashina. Buni delfinga qiyoslashadi. Ko'pchilik qiyoslaydi. Ko'pchilik shunga qiyoslaydi. Keyin turishi, shakli shamoyili Porsche'ga ham ketadi. Porsche'dan qandaydir ilhomlanish bo'lgan bunda. Buni imkoniyatlari qanaqa? 700 km yuradi. 700 km yuradi bu. Ot kuchiga bitta qaranglar, o'rtoqlar, mana uni. 313 ta ot kuchi, 700 km yurishi mumkin. Voy, maksimal tezlik. Keyin aka bir shu obunachilarimizga mashinamizni bitta ichini ko'rsataylik. Ruchkalarning ochilishini qaranglar. Qayta ochilib beribdi. Bu eng full, ya'ni dupopsiya pozitsiyasi hisoblanadi bu. Eng full. Dupopsiyasi o'rtoqlar, eng full. Hattoki bunda mashinamizning ichida hozir yangi chiqayotgan BYD Champion Smartlarning ichida yo'q bo'lgan narsa karaokesi ham bor. Karaoke ham bor. Karaokelargacha bor mashina. Haqiqiy yoshlar bop mashina ekan. Shunaqa. Xo'p, endi BD odam tashiydigan BAV brendi asosida chiqadigan seriozniy mashina ham bor, qaranglar. Bu necha kishilik bu endi? Bu 8+1 bo'ladi. 8+1. Demak, B kategoriya bilan bemalol haydasa bo'ladi bu mashinani. O'rtoqlar, buni tur firmasi bor yoki bog'chasi bor, maktabi bor yoki nima deydi? Mehmonxonalarga, tur firmalarga qo'ysa shunaqa zo'r ketadigan mashina, chunki bu mashinamizning komfortliklari juda ko'p. Buni stendalarini ko'ring. Qaranglar, kapitanskiy o'rindiqlar, koja stendlar hamma joy. Koja. Salonga bitta e'tibor beringlar. Tacha orqalarida ham konditsionerlar bor, ko'rayotganmiz, deflektorlargacha. Deflektorlar bemalol sovutadi. Orqalarini ham endi kelinglar, mana shu birinchi qatorni ham sizlarga ko'rsatib qo'yay. Salon juda ham chiroyli chiqqan. Aka, qaysi avtomobilni, ya'ni mana shunaqa katta odam tashuvchi mashinani ko'rgansiz? Беспроводной зарядка. Беспроводной зарядка. Start stop mashinamiz. Saka diskalar, zavodskoy saka diskalarda chiqadi. Diskalari o'sha zavodskoy o'zida mana litiy diskalarda chiqadi o'rtoqlar. Hozir buni narxi qancha endi bu? Xo'p, bu mashinamizga chegirma berganmiz. 28 ming sotilgan. Hozirgi kunda 1.5 ming dollar skidkada 26.500 dollarga bemalol xarid qilsa bo'ladi. 26.500 dollarga olib ketishinglar mumkin o'rtoqlar. Shot spravka chiqadi bu. Shot spravka chiqadi. Nomlariga chiqadi o'rtoqlar. Tez aloqaga chiqinglar. Buni garantiyasi ham bor. Garantiyasi 2 yil 50 ming kilometrga beradi. 2 yil 50 ming. 2 yil 50 mingga beradi. Zo'r. Yana bitta Jack. Aytibman, China Motors Jack'ni rasmiy dileri bo'lgan. Shuning uchun Jack Serob bo'ladi. Kelaverasizlar. BYD Champion. 25 ga 26 smart pozitsiyasi hisoblanadi. Smart. Bu 25 o'zi yangi. Chilt eng oxirgisi xullas. Kameralar ko'paygan. Kamerani, qayerda kamera? Mana
bu yerda kamera. Keling, Kamera. ko'pchilik bilmaydi, 25 ga 25 bilan 25 ga 26 da rulida ozgina farqi bo'ladi. Ha, o'zgarish bo'lgan. Da, rulida ozgincha farqi bor. Bu yog'iga mana lidar kameraniki qo'shilgan bu knopka lipistok. Ko'rayotganimiz ruli ozgincha to'rtburchakroq ruli. Ha, ozgina dizaynini o'zgartirilgan ekan. Ruliga ozgincha o'zgartirish Salon ham, kiritilgan. ha, oqichmasda, kafelniroq, maloshniy emas. Xuddi bir stakanga bir chimdan kofe qo'shib yuborgan Xuddi rang shunga bo'libdi. Ajoyib, yoqimli rang bo'libdi. Ko'ringlar, rosa kir bo'lib ketmaydi-da. Oq salon bo'lsa ham rosa kir bo'lib ketadi-yu. O'shanga yaxshi variant bo'libdi. Ko'ryapsizlar? Endi BYD chempionni obzor qilish hojati yo'q. O'zi bu mashinani bilmagan odam qolmadi. O'zbekiston juda ham yaxshi ko'rib qoldi. Qidirganlar bo'lsa, nalichi mana turibdi ekan. Sip-toshkent qilib ham olib kelamiz. Ha, Zakaz Sip-Toshkent asosida ham olib versiya keladi. Aynan mana shu mashinamizni zakaz asosida Sip-Toshkent qilib olib kelingan. Poligonda o'chirtirib kutyapmiz mana. Ha, tushunarli. Buni narxi qancha chiqadi endi? Bu Sip-Toshkent narximizda hozirgi kunda 30 ming dollar. 30 ming. Da. Bunga rasta moshkasi qo'shishlar, bilgan bo'lsangiz hozir bizga utilizatsiya qo'yildi. Utilizatsiya soliqlari ham qo'shiladi. Oshib ketdi narxi. Primerni oladigan mijozlarimiz uchun 37 ming, 38 ming atrofida tushadi mana shu. Silni delfin rangi. Delfin rangi o'sha haqiqiy nomiga yarasha rang. Nomiga yarasha rang. Bunisi faqat 550 ta yuradi bunisi. Bu sal ozroq yuradi. Bunisi sal ozroq yuradi. O'rtoqlar. Bunisi sal ozroq yuradi, shunga yarasha narxi ham o'zgaradi. Narxi ham boshqacha. Bu narxi qancha buni? Buni narxi 32 ming dollar. Buni 32 ming, nariginiki? Uniki 39 ming dollar. 39 ming dollar. O'rtoqlar, qiziqqanlar bo'lsa, tez aloqaga chiqamiz. Chegirmalar bo'lgan. Aslida bular juda qimmatroq keladi. Kanalingiz nomidan kelsa, bu mashinalarga ham narxlarga katta chegirma beramiz. Chegirma qilib beriladi. Jack G7 modeli. O'rtoqlar, o'sha Jack G7 bilan Jack GS6 ga sovg'a qo'shib berishyapti turdi. Kurashib yurib turib sizlarga hamma mashinani, любой mashina olsanglar sovg'a oladigan qilib qo'ydik, xudo xolasa. Bitta duo qilib qo'yasizlar. 5 ключевой достуp, luki bor. Qaranglar, koja salon, salonlari ham yaxshi, katta monitori bor, avtomat korobkada. Eng qizig'i bu mashina liftback. Bagaj qismini ko'ring, kattaligini. Labovi ham qo'shilib ochiladi. Bu mashinani ko'chalarda ko'rib qolyapsiz, shuni ochib yuboring. Faqat ruchnoy, elektronniy emas. Endi komplektatsiyaga yarasha. Komplektatsiyaga yarasha. Ikkinchi qator tushirasizlar, xuddi crossoverlarga o'xshagan yoki Damaslarga o'xshab yuk mashina ham qo'rishsa bo'ladi. Yuk mashina qilib tashlaydigan bo'ladi. Buni Gentra'dan bitta yutu tomoni bor. Ya'ni bizda aytishadi, katta bolalarning mashinasi. Ularga qo'yish kerak, monitor qo'yish kerak. Bunda monitor o'zida LED farlarda chiqqan mashinamizda. LED chiqadi. LED farlarda. O'zini zavodskoy diskalari. Diska, zavodskoy litli diska chiqadi. Qarang, buni hozir narxi qancha va motorlari qanaqa motor? Xo'p, buni motori 1.5 turbina, ya'ni GS6 niki bilan bir xil bo'ladi. Faqat bunda ot kuchi kamroq. Unda 175 ta bo'ladigan bo'lsa, bunda 136 ta ot kuchi. 136 ta. Buni korobkasi variator korobka hisoblanadi. Buni ko'pchilik biladi variator korobka qanaqaligini. Narxi qancha tutib turibdi? Xo'p, buni narxini 245 million so'm deyapmiz. Bu 253 millionida. 253 million, 8 millionga chegirmada turibdi bu mashina. 8 million chegirma va kelib turib bitta sovg'ali ham bo'lib ketasizlar. Navbatdagi mashinamiz BYD dan Qin Plus degan model. Chin deydimi? Kimdir qin deydi, kimdir chin deydi. Tushundinglar, 360 gradus kamera, luklari bor, chazorga o'xshab ketadi, o'rtoqlar, bir ko'rinishida. Yukxonani maydan ochiladi, koja o'rindiqlar, elektronniy o'rindiq, barlari, monitor. Mashina endi BYD kompaniyasi yomon kompaniya emas, yaxshi mashina. Buni hozir ko'chada yurganlari borda, ya'ni bizda hozir dan xodimlari xuddi shundan haydashyapti. To'g'ri. Faqat ularniki bilan biznikida farqi bor. Komplektatsiyada farqi bor. Da, bizaniki N full. Bizda ya'ni 400 dinasida abagrev qiz. 400 dinasi qiziydi. Diskalarida farqlari bor. Diskasida ularnikida lyuk qismi bo'lmaydi. Bizaniki lyuk qismlarigacha bor. Ana. Bu full varianti ekan. Bu full varianti. Gentra'ning 3-pozitsiyasiga o'xshab. Shunaqa. Narxi qancha? 28500. 28500 ga. Kelishsa chiroyli qilamiz narxlardan ham. Yana o'tiladi, joylari imkoniyatini qilib beramiz. Yana sovg'a ham olib ketasizlar. Bundan yana bitta bor. Mashina nima deyapti, o'rtoqlar, qaranglar, zo'ra.
O, Kai X3 Pro. X3 Pro bu full variantimi bu? Bu o'zi eng full varianti. Bundan bitta past varianti ham bor, ya'ni unda nima bo'lmaydi? 360 kamera bo'lmaydi. Bunda 360 kamera bor. Aha. Tomlarni ko'radigan Tomlari bo'lsangiz ham panorama tom. Panorama bo'ladi. Narigisida panorama bo'lmaydi. Ha, ko'ringlar. Panorama tom, lyuk emas, tom o'rtoqlar. Panorama tom. Ko'pchilik adashtirmasin. Panorama lyuk deb o'ylaydi. Yo'q, bu panorama Qarang, Cayenne bitta to'liq zaryadi bilan necha kilometr 400 yurib berishi kilometr mumkin? 400 kilometr yurib berishi mumkin. hozir bu mashinamizda ham chegirma bor. O, bunga ham chegirma qildi. Bunga ham chegirma bor. Bo'lishi mumkin emas. Bunga ham Qancha chegirma. chegirma qilib beryapti? 26 ming deb otdik bu mashinamizni. Aha. Hozirgi kunda bunga ham 4 ming dollar chegirmamiz bor, 22 ming dollar. O, Keyin mana nasiya savdoga ham qilinsa bo'ladi. ha, bo'lib to'lish. Bo'lib to'lashga ham qilinsa bo'ladi. Qancha beramiz, qanchasini qancha deb beramiz? 50% ni berib turib, 50% ni 1,5 yilgacha beriladi. 22 mingni yarmini beramizmi? Yo'q, unda sal narxlar o'zgaradi. Sal narxlar o'zgaradi. O'sha bo'lib berayotganning hisobiga sal narxlarda o'zgarish bo'ladi. Hop, qanchaga beramiz bo'lib to'lashga bo'ladigan bo'lsa narxi? 25 mingga beramiz. 25 mingni yarmini beradi, yarmini 1,5 ming. 1,5 yilda bo'lib beradi. O'zini 25 mingni o'zini, ya'ni bo'lib berayotgan pulingiz ham ko'payib ketmaydi. Shu 25 ming bo'ladi. O'sha summa turadi. O'sha summa bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli o'rtoqlar. Mana China Motorsda yangiliklarni bombasi bo'lgan. Deyarli hamma mashinaga chegirmalar qilinibdi. Bu o'zimizni bayramimiz, ya'ni Qurbon hayiti munosabati bilan bayrami munosabati katta bilan chegirmalar zo'r bor. chegirmani e'lon qilishibdi. Chegirmadan tez foydalanib qolinglar o'rtoqlar. Ekranda nomerlar turibdi, qo'ng'iroq qilsanglar, sovg'ali ham bo'lib ketasizlar. Sizga kattakon rahmat. Nasrulloh, salomat bo'ling, Xolis charchamang. kelishsin kanalingiz nomidan chiroyli bonuslari bilan qilib beramiz aka. Istilami. O'rtoqlar, shu yerda videorolikni yakunlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Keyingi videorolikda ko'rishguncha salomat bo'linglar.